Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalık xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun 7 ayning 25-kuni seshanba. Oldi bilan diqqatinglar xabarlarimizning asosiy mazmunlari bo'lsin. Amerika klimat masalasidagi quruq umidini davomlashtirmoqda. Volkswagen shirkati qarg'i kamaydigan taftish planidan voz kechmadi. Pokistonlik atalmış o'limalar Sharqiy Turkistonni ziyorat qildi. Türkiye'deki en çok öktiş partiya Uygurlar xususida parlamentga iltimos sundi. Tayvanning mislsiz manevridan ilgari Xitoy Tayvanga 37 urush aeroplani avatdi. Tuvanda diqqatlar xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Reuters agentligining 18-yildagi xabariga ko'ra, Amerikaning klimat masalasidagi alohida vakili John Kerry klimat hamkorligining Amerika-Xitoy munosabatining mohiyatini o'zgartiradiganligini bildirgan bo'lib, Kerry shu kuni Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari bilan ko'rishganda ularga Xitoy bilan Amerika klimat hamkorligidan foydalanib o'z orasidagi avorchilikqa to'lgan munosabatning mohiyatini o'zgartiradi hamda yer sharining isib ketishiga taqobil turishga boshlamchilik qila oladi degan. Kerryning Xitoy qilgan 3 kunlik ziyorati dunyoda eng ko'p parnik gaz qo'yib beradigan Xitoy bilan Amerika orasidagi klimat hamkorligini asli keltirishni maqsad qilgan bo'lib, bu ziyorat dunyoning har qaysi joylari favqulodda isib ketgan kunlarga to'g'ri kelgan. Masalan, bu ziyorat jarayonida Kaliforniyadagi o'lim vodiysining temperaturasi 50 Selsiy gradusga yetgan. Kerry Xitoyning xalq sarayida o'tkazilgan yig'inda Xitoyning oliy diplomati Wang Yiga biz buning hamkorlik va oramizdagi ixtilofni hal qilish iqtidorining yangi ta'birining boshlanishi bo'lib qolishini umid qilamiz degan. Kerry Xitoy bosh ministri Li Qiang qilgan so'zida bu yil yozda ahvolning texnik nacharlashishi mumkinligini eskartib, Sharq Turkistondagi bir havo stansiyasining tarixdagi eng yuqori rekord bo'lgan 52 Selsiy graduslik temperaturani xotirlaganligini aytgan. Halbuki Li Qiang bu chaqda diplomatik odatlarga xilof holda Kerryning so'zini bilibla, o'zining Sharq Turkistondagi temperaturning bunchalik yuqorilab ketganligidan gumonlanganligini bildirgan. Kerry buningga qarata mo'ljallar ilgari har qanday vaqtdagidan og'ir degan. Yig'in qatnashganlarning aytishicha, Li Qiang yig'inning davomida Xitoy va boshqa rayonlarda duch kelgan og'ir klimat ta'sirini e'tirof qilgan. Mutaxassislarning bildirishicha, ikki davlat o'rtasida klimat masalasi to'g'risidagi bu xil uchrashishlar izchil davomlashayotgan. Xitoymi o'zining parnik gazlarini qo'yib berish miqdorini tuvaltganligi haqida dabdabalik va'dalarni berib kelgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hali ham ko'mirni asos qilgan yiqilg'ularni zo'r miqdorda ishlatib, yer shari klimatini og'ir darajada bulg'amoqda va klimat haqidagi suhbatlardan siyosiy kozir sifatida foydalanmoqda ekan. Shunga buningdan keyin bu jihatda Xitoyning mohiyatlik tadbir qo'llanishidan umid qilib bo'lmaydi ekan. Reuters agentligining 19-yildagi xabariga ko'ra, Volkswagen shirkatining bildirishicha, bu shirkat hali ham o'zining Sharq Turkistondagi zavodini mustaqil taftish qilishni planlayotgan bo'lib, garchi bir qism mablag' sog'uvchilar va faoliyatchilar bu mexanizmning qaror kamaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, Volkswagen shirkati yana bunday qilish qimmatli tushuncha bilan ta'minlaydi deb qaramoqda ekan. Volkswagen shirkati Germaniya axloqliq boychiliklar jamiyati mush oyning 5-ida o'ziga yozgan ochiq xatga javoban bunday degan. Bizning taftish qilish niyatimiz qat'iy. Sizlarning ko'z qarashinglarning aksicha biz mustaqil mufattishning tekshirishi Urumchidagi zavoddagi kishilik huquq ahvoli to'g'risida muhim uchur bilan ta'minlaydi deb qaraymiz. Germaniya axloqliq boychiliklar jamiyati o'zining xatida Volkswagen shirkatidan Sharq Turkistondagi qattiq nazorat davomlashayotgan hamda Xitoy atalmış josuslikqa qarshi turish qonunini o'zi xohlagancha ijro qilayotgan ahvolda tekshirish natijasining mustaqilligiga qanday kafolat qilganligini so'ragan. Volkswagen shirkati o'z javobida bu masala haqida bevosita to'xtalmasdan kishilik huquqning o'zining harakat mezonining muhim bir qismi ekanligini va o'zining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining savdo va kishilik huquq jihatdagi yetakchi prinsipida ching turadiganligini bildirgan. Xitoy Kompartiyasining qo'lliq tashviqot apparatlaridan biri bo'lgan Yer shari vaqt gazetorining 20-yildagi xabariga ko'ra, 18-yil Pokistonning atalmış diniy zotlar va o'limalardan tashkil topgan vakillar o'miki Sharq Turkistonni ziyorat qilgan. Hamda atalmış Şinjanning sekretari Ma Shungroy va atalmış Abnum rayonining qo'rchoq raisi Erkin Tuniyaz tomonidan qabul qilingan. Bu yig'inga yana Xitoyning savdo xalqchilaridan Abduriqib To'mirniyaz qatnashgan. Ma Shungroy bilan Erkin Tuniyaz shu kuni tushdan burun Urumchida Pokiston vakillar o'miki bilan ko'rishgan bo'lib, Ma Shungroy Pokiston vakillar o'mikiga xitoban munolar bildirgan. Vakillar o'mikidagi diniy zotlar va o'limalar Sharq Turkistondagi ommaning haqiqiy turmushini bevosita ko'rish orqali Xitoyning Sharq Turkistondagi milliy va diniy siyosatining muvaffaqiyatli amaliyatidan xabardor bo'ldi. Amerika va boshqa g'arb kuchlari atalmış millat, din, kishilik huquq va boshqa masalalarni suiiste'mol qilib, Sharq Turkistonga munosabatdagi yolg'on yovdaqlarni va safsatalarni o'ydirib, Sharq Turkistonning muqimligi va taraqqiyotiga buzg'unchilik qilishga urindi. Ammo har qanday yolg'onchilik Sharq Turkistonning muqim ekanligi va gullanganligini
xalqning tinchlik va rozimanlik ichida yashaydiganligi va xizmat qildiganligidek reallikni yoshirib qololmaydi. Washington yana Xitoyning Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori orqali Pokistonga texnik ko'p iqtisodiy naf yetkazganligini bildirgan. Tahlilchilar bu qatimliq atalmış diniy zotlar ziyoratini ilgirki qizil ziyoratlarga o'xshashla jahon ahlining Sharq Turkiston haqidagi ko'z qarashini Xitoyga foydali ravishda shakllantirishni maqsad qilganligini. Shunga buningga qarshi Sharq Turkistonning haqiqiy ahvoli yuritilgan har xil tillardagi tashviqotlarning salmoqining sijil kuchaytirilishi kerakligini bildirishmoqda. Turkiyadagi Yangichaq to'rining 19-yildagi xabariga ko'ra, Turkiyadagi eng chong o'kitish partiya bo'lgan Cumhuriyet Xalq partiyasining parlament a'zosi va Turkiya parlamenti kishilik huquq tekshirish komitetining a'zosi advokat Mahmud Tanal Xitoy hukumatining Uyg'urlar qartilgan kishilik huquq tafsirchiligini naq maydonda tekshirish xususida parlament raisiga iltimos sungan. Mahmud Tanal o'z iltimosida mundaq degan: Asosiy qonunimizning insonning qo'g'dilishi, moddiy va ma'naviy mavjudligi mavzuliq 17-moddasining 1-tarmog'ida har bir kishining yashash hamda moddiy va ma'naviy mavjudligini qo'g'dash va taraqqiy qildirish huquqi bor deb ta'kidlangan. Mazkur moddaning 3-tarmog'ida yana hech kimni qiynashga va aziyat berishga bo'lmaydi. Hech kimga insoniy qadr-qimmatga mos kelmaydigan jazo berishga va muomala qilishga bo'lmaydi deyilgan. Yevropa kishilik huquq ahdnomasining yashash huquqi mavzuliq 2-moddasida hamma odamning yashash huquqi qonun tarafidan qo'g'dildi deyilgan. Asosiy qonunimizning qonun oldidagi barobarlik mavzuliq 10-moddasida hamma odam til, irq, teri rangi, jins, siyosiy ko'z qarash, falsafaviy e'tiqod, din, mazhab va shuning o'xshash sabablar tufayli kamsitilmasdan qonun oldida barobardir deyilgan. Shunga biz komitetimiz Uyg'ur turklari boshdan kechirgan huquq tafsirchiliklarga sukut qilmaslik kerak deb qaraymiz. Men islom dushmanligi va irqchilikni tekshirish tarmoq komitetining Xitoy hukumatining Uyg'ur turklarini sistemalik kamsitishiga, Uyg'ur turklar uchirgan kishilik huquq tafsirchiliklarga, nafratlik so'zlarni o'z ichiga olgan qilmishlarga, sistemalik zulm va qiynashlarga qarata Xitoy chegarasi ichidagi Uyg'ur turklari yashaydigan rayonda naq maydonda tekshirish olib berishni, aloqador organ va shaxslardan uchur elish va chora tepish maqsadida zarur xizmatlarni ishlatishni talab qilaman. Independent to'rining 22-yildagi xabarga ko'ra, Tayvan kelar hafta yilda bir takrorlanadigan harbiy manevr o'tkazmoqchi bo'lib, Xitoyning yuz bergusi tajovuzidan mudofaalanishni maqsad qilgan mazkur manevr havo hujumi yuz bergandagi urush tayyorligi va fuqarolarni tarqoqlashtirish hozirlik qatorliqlarni o'z ichiga olgan. Bu qatimliq tarqoqlashtirish manevrining kishilarning diqqatini tortishida bu manevr ilgirki yillardagiga o'xshamaydi ekan. Ilgirki manevrlarda havo hujumi signali chalingandan keyin kishilarning 30 minutgacha uydan chiqmaslik talab qilingan ekan. Ammo oldimizda kaptadagi manevrda soqchilar manevr jarayonida ko'chada bayqalgan har qanday odamni eng yaqin havo hujumidan saqlanish o'rniga bordi ekan. Pul muomala vaqt gazetining xabariga qaraganda bu qatimliq manevr yana ilgirkiga qaraganda texnik ko'p nopos avrishkisini qoplagan bo'lib, Tayvandagi 23 million noposning 3 million o'ziga oldi ekan. Bu manevr Xitoyning barg'ansir yomonlashayotgan payliga qaytarilgan inkos deb qaralmoqda. Albuki Tayvan davlat mudofaa ministrligining xabariga qaraganda bu manevrga bir qancha kun qolganda, ya'ni 21-yil atigan soat 6 dan kech soat 6 gacha Xitoy xalq ozodlik armiyasi 37 urush aeroplani va 7 dengiz armiya paraxotini Tayvanga yaqin joylarga avatgan. Avatilgan aeroplanlarning orasida J-16 va J-10 tiplik bombardimonchi aeroplanlar va H-6 ko'rashchi aeroplanlar bor ekan. Tayvan davlat ministrligining bildirishicha, bayqalgan Xitoy urush aeroplanlaridan 22si Tayvan bo'g'ozining o'tir siziqidan o'tgan yoki Tayvanning havo mudofaa farqlantirish rayoniga kirgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.